Sovchilikka keldim deng. Shunaqa. Uydagilar ham xabari bormi? Bir o'zingiz kelibsiz. Yetimman. Hech kimim yo'q. O'zim keldim. Nima ish qilasiz? Ustaman. To'yga qanaqa qilmoqchisiz? Bu mebel olish kerak. To'g'risi, hozir to'y qilishga sharoitim yo'q. Shunaqa. Tushunarli. Sizga bir taklif. Foizga kredit olib to'y qilsizchi? Shunga nima deysiz? Yo'q, undan ko'rasa to'y qilmaganim yaxshi. Ko'rpamga qarab oyoq uzataman. Lekin singlisi baxtli qilaman. Halol yigit ekansan. Men roziman. Hisob-kitoblar joyidami? Hisob-kitoblar joyida, o'zim tekshirdim. Faqat bir iltimosim bor edi. Xo'sh. Bizning Mine House kompaniyamiz halol narsaga mebel beradi. Bilaman, buyurtmalar hozir ko'p. Ha. Mebeldan o'zimga ham kerak bo'lib qoldi. Seni uzatyapman. To'y boshlab qo'ydim. Mebelni kuyov tomon qilardi shekilli. Hamma gap shunda-da. Yigit yetim ekan, hech kimi yo'q ekan. Eng muhimi halol yigit ekan. Halol bo'lsa, berish kerak. To'ppa-to'g'ri. Unda buxgalterga chiqib, Xo'p, hujjatlarni rasmiylashtiring. xo'p bo'ladi. Odil, meni nomimga bugun bitta mebel komplekt rasmiylashtirib qo'y. Odil yo'q edi, o'rniga menman. Assalomu alaykum. Tushunmadim. Siz? Hozir hammasini tushuntirib beraman. Endi bizdan xafa bo'lmaysiz. Xudo. Xudo? Ha, Xudo. Bu yigit meni kenja o'g'lim bo'ladi. Menga Xudo bo'laman deganlarning soni 1000 ta. Lekin ular meni boyligimga, mol dunyoyimga, meni obro'yim uchun Xudo bo'lishmoqchi. Menga esa farzandimni baxti kerak. O'sha uchun sizni bir sinab ko'rdik-da. Bu yigitni men sinavman desam, o'zim sinovda ekanman-ku. Xo'jayin. Halollikda gap ko'p. To'ppa-to'g'ri. Ak-yo, Uzr endi, yolg'onga rozi bo'lasiz.